Basralik sufiy ayol Robiya ona haqidagi qadimgi bir rivoyat bor. U tez-tez tog'dagi xilvat o'rmonga borib, hech kim xalaqit bermaydigan joyda Yaratuvchiga sadoqat bilan xizmat qilishni yaxshi ko'rardi. U kelganida o'rmondagi barcha hayvonlar uning atrofiga to'planib, u bilan birga raqs tushardi. Bir kuni shu o'rmonga Hasan Basriy ham kelib qoldi. Lekin u yaqinlashgan zahoti barcha hayvonlar xuddi biror yirtqichdan qo'rqqanday har tarafga qochib ketdi. Bundan qattiq xafa bo'lgan sufiy Robiya onadan so'radi: "Nega hayvonlar qochib ketdi? Axir men ham ertalabdan kechgacha toat ibodatda bo'lsam, Yaratuvchiga xizmatda bo'lsam." Robiya ona uning savoliga savol bilan javob berdi: "Bugun nima yegan eding?" Shunda sufiy hayvon yog'ida qovurilgan piyoz yog'ini aytdi. Donishmand ayol unga shunday dedi: "Axir sen ularning yog'ini yegan bo'lsang, nimaga ular sendan qo'rqib qochmasinlar?" Inson Yaratuvchiga sadoqat bilan xizmat qilish uchun soxta o'zligini qurbon qilish kerak. Xudoga boshqa bir tirik mavjudotni emas, balki qalbidagi ochofat nafs hayvonni qurbon qilish kerak. Qurbonlik bu tovuq, qo'y yoki sigirni so'yish emas. Bizning qalbimizda 400 trillion 10 ming hayvoniy hirslar yashaydi. Biz aslida mana shu hayvoniy hirslarimizni o'ldirishimiz lozim edi. Biz tashqaridagi hayvonlarni o'ldirib, ichimizdagi hayvonlarni yana boqmayotganmizmikin?